Abu Dabidan deport qilishgandan keyin favqulodda Moskvaga qarab ketdik. xullas Osiyoning 15 ta davlatiga mustaqil sayohat qilish rejalarim sarguzashtlarga aylanib ketdi. Bismillah, va nihoyat Ommonga yetib keldik, Maskatga. Ko'ramiz bu yoqda nima deyishar ekan. Ajoyib ishlar bo'lmoqda. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Alhamdulillah. Ommanni chegarasidan o'tdik. Bunda ham savol-javoblar bilan maxsus xonalarga kirgizib, вообще O'zbekistonda pasportini bori shunchalar qadri qolmaganmi yo nimadir minus bor deb, xullas juda yomon ahvolda. Dubayda, Abu Dabida taqiq qo'yishdi, Omanda zo'rg'a kirgizishdi. Ko'ramiz keyingi davlatlar qanaqa bo'lar ekan. Alloh xayrli qilsin. Chiroyli o'taylik.